Nimadandir siqilyapsiz. Yo'q. Men bilaman sizni. Siqilyapsiz. Meni qanchalik bilasiz? O'zimni bilgandan ko'p. Nahotki? Rahmatli onangiz bilan faqat siz haqingizda gaplashganmiz. 1983-yil 3-iyun juma tongida tug'ilgansiz. Necha kilo? 2 kilo 600 gramm. Tilingiz juda erta chiqqan, lekin sal kechroq yurgansiz. Hamma emlashlarni olgansiz, faqat qizamiqqa qarshi emlanmagansiz. Qon guruhingiz birinchi. Ba'zi narsalar bor, ularni eslatib, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Rahmat. Mayli bittasini aytay. Bog'chada Gulchiroy, maktabda Ozoda degan qizlarni yoqtirgansiz. Bolaligingizdan oshni yaxshi ko'rasiz. Yoqtirgan rangingiz yashil. Bir armoningiz bor. Onangizni hajga olib bora olmaganingiz. Yaqinlaringizni, ayniqsa dadangizni yo'qotishdan qo'rqasiz. Lov etib yonasiz u puf etib o'chasiz. Ko'chadagi muammolarni uyga olib kirmaysiz. Dardingizni bir do'stingizga aytasiz. Bilmaysizki, do'stingizni xotini meni dugonam. Nega sizni muammolaringizni dugonam orqali do'stingizdan eshitishim kerak? Ha, endi Iltimos, gapimni bo'lmasdan oxirigacha eshiting. Men qiynalyapman. Juda ham qiynalyapman. Men sizga xotin ekanman-u, lekin do'st emas ekanman. bu nima deganingiz? Odam muammolarini eng yaqin do'stiga aytadi. Issiqjonmiz. Ertaga o'lib netib qolsam, qarzlarimni uzarsan deb do'stingizga aytibsiz. Men-chi? Menga ishonmaysizmi? Men sizni bu dunyodagi xotirjamligingizni o'ylayman-u, u dunyoligingizni o'ylamaymanmi? Men sizdan mahrga olgan uyimni soting. Qarzlaringizni yoping. Meni erimni boshi ikki dunyoda ham egilmasin. Siz meni yaxshi bilmas ekansiz. Men bu ishni qilmayman. Siz meni umuman bilmas ekansiz. Men bu ishni qilaman. Bog' qo'ynida ikki daraxt bir-biriga